Xudo xolasa skidkalarimiz bo'lib turibdi. Bo'g'azlarimiz hammasi klientlarga ketdi. O'shanda tikish ishlari ham bo'lib turibdi. Kema sifatli zo'r gilamlar kerak bo'lsa, bemalol gilamlar 300 ni Chalishdagi filialni kelaverasizlar xudo xolasa. Mendan ham klientlarimiz bor. Ko'pchilik odamda hozir qo'lida naqd pul yo'q ekan, qarza so'rab turibdi bizdan. Qarza so'ragan klientlarimiz uchun ham nasiya sovg'adan beraveramiz. Ishi baholada xudo xolasa. Dükkanımıza gelerse, mesela hozir pul yo'q uka desanglar, 12 ga shu o'z bahosini bo'lib to'lasanglar ham bo'laveradi. Ustidan ustama qo'yilmaydi. Banka aralashuvsiz o'zlarimiz bilan savdolashasizlar, o'zlarimiz ishlaringizni bitirib beramiz. Banka sanki aralashmaydi. Video davomida 1-2 g'ollarni qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa ko'rib, like bosib boraverasizlar.